Agar butun dunyo ayollariga bitta gap aytolsam, og'ir ko'tarmang degan bo'lardim. Voy, nimalar deyapsiz? Ishlarimni kim qiladi? Bolamni kim ko'taradi? Deyishga shoshilmang. Gender tengligi yaxshi-yu, lekin jismonan biz hech qachon erkaklardek bo'la olmaymiz. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Gapimga sizning tos a'zolaringiz qo'shilgan bo'lardi. Og'ir ko'tarish tos a'zolarining prolapsasi, ya'ni tushishiga olib keladi. Natijada og'riqlar, peshob ushlab tura olmaslik, doimiy qabziyat, bachadon tushishi kabi holatlar yuzaga keladi. Chunki siz ko'rib turgan a'zo shuncha organni ushlab turganida siz yana ortiqcha yuk berasiz. Shundoq ham ayol kishi hayotida ajoyib, lekin organizmga bosim beradigan homiladorlik davri bor. Bundan tashqari, yosh katta bo'lgani sayin organizmda kollagen ishlab chiqarish sustlashgani sababli mushaklar zaiflashadi. Siz og'ir ko'tarib, vaziyatni yanada yomonlashtirmang. Shuningdek, og'ir ko'tarish ko'rish qobiliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, og'ir ko'tarmang deganda necha kilogramm nazarda tutilyapti? Keling, kelishib olamiz. Bolangiz yurib ketgunicha, ya'ni 1-2 yoshgacha uni ko'tarasiz hamda 5 kilogrammgacha bo'lgan vaznni yetadi. Hozir menga sizga gapirish oson-da deyishingiz mumkin. Qaynonamga nima deyman? Shuncha ishlarimcha, erim Rossiyada, uyda hamma ish o'zimda va hokazolar deyayotgan bo'lsangiz, hozirgi og'ir ko'tarishingizni hech bo'lmasa 30-40% ga kamaytiring. Hurmatli ayollar, sog'lig'ingiz o'zingizga kerak. Agar ko'p og'ir bozor paketlar bo'lsa, bittada emas, 2-3 bo'lib ko'taring. Mebel surish bo'lsa, yon atrofdan yordam so'rang. Avvallari bu haqida gapirilmagan. Natijada juda ko'p ayollar bachadon olib tashlash kabi qo'rqinchli operatsiyalar qildirishgan. O'zingizni yaxshi ko'rish va hurmat qilish vaqti keldi. Yaxshi ko'rish pardoz-andoz, yangi ko'ylakdan emas, o'zingizning sog'lig'ingizni asrashdan boshlanadi. Sizni izohlarda kutaman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling. Sizga foydali bo'lishga harakat qilishda davom etaman.